Lekin qadrli o'quvchi obunachilar, mana bugun 15-iyun holatida Xudo xolasa ishlarimiz yuklanyapti. Sifatlarni ko'rishlar mumkin. A'lo darajada. Bunga mana shunday bo'lsa kerakda, bemalol aloqaga chiqishlar mumkin. Telegram, WhatsApp, to'g'ridan telefon qilishlaringiz mumkin. Vodiy bo'ylab 10 mingtalik, 3 mingta, 4 mingta, 5 mingta, 6 mingta, 10 mingtagacha Xudo xolasa mashinalarimiz bor. Bemalol yetkazib beraveramiz. Bemalol aloqaga chiqishlar mumkin. Mana holatlarini mana tepadan ko'rsatishlar. Qizillari ham lekin bo'ladi. Aslasida holatda bo'ladi, lekin Xudo xolasa qanaqa deyarli umuman yuklanmaydi. Bu yerda 6 mingta yuklanyapti. Ruston tumaniga 14 mingta ishimizni olib borib berdik bugungi kunda. 14 mingtadan keyin 20 mingtaga zakaz qilishi oldindan pulini berish qo'ydi. Shu borganimizda yo'q. Endi 6 mingta kechikib ketmasin, sразу mana olib berishga harakat qilyapti. Sifatlari o'ta a'lo darajada bo'ladi. Chidamliligi eng baquvvat ishdan bo'ladi. Xudo xolasa mumassinaga deyarli umuman chiqmaydi. 1% deymiz, 1% ham chiqmaydi. Borib ag'darganda izlab ham topolmaysiz. Shunga mana shunday bo'lsa kerak bo'lsa aloqaga chiqishlar mumkin. Xuddi shu razmerda mana xomishlarimiz bor. Xomishlarimizni ham Xudo xolasa chiroyli qilib yetkazib beramiz. Joyida 350 so'mdan ishlatib berish ichida xomishimizga bez ochamiz. Ishganimizda ochirish bilan bemalol 750 so'mdan olishlari mumkin. Xomishlarimizni ham ko'rishlari mumkin. Hastagi holatini ham yaqindan ko'rsataman. Razmerlari 25 ga 6,5, 12 ta razmerda. 6,5 to'liq chiqadi, 25 dan ozgina qisqa bo'lishi mumkin. Eron reskamizga 20 qator tushish uchun 25 dan ozgina qisqartirishga majbur bo'ldik, lekin Xudo xolasa 12, 6,5, 25 dan ozgina qisqa bo'ladi. Xom g'ishlarimizning razmeri ham xuddi shu g'ish bilan bir xil razmerda. Pastdagi holatini ko'rsataman. Mana o'sha g'ishlarimizning xom holati. Sifatlari mana ko'rishlari mumkin. O'ta chiroyli holatda mana. Qurimagan holati, qurigan joyidan tomonda bor, yangi chiqqan g'ishlar bular. Qurigan joyidan bez ochirib 350 so'mdan yuklatib beraveramiz. Bez ochirib deganimizning sababi bitta ikkita apparat bor, mana u tomonda ikkita apparat bor. Ikkita apparatdan 70 mingtadan chiqsa ham 140 mingta, 80 mingtadan chiqsa 160 mingta g'ish bo'ladi. Mana fondni ham qilyapmiz. Yil 12 oy 50 ming 60 mingta g'ishni to'xtatmasdan uzluksiz gaz bo'ladimi, bo'lmaydimi, Xudo xolasa olib borib berishga harakat qilamiz. Joyidan olib ketaman deganlarga 350 so'm, razmerlari Xudo xolasa eng kattasi desa ham bo'laveradi. Holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Ishlarimiz ham xuddi shu razmerda bo'ladi. Hova deysizmi, Kamaz deysizmi, xohlagan 53mi, zilmi, hamma mashinada ham bor. Mana yuklanib turgan ichkaridagi holatini ham chiroyli qilib ko'rsatib beramiz.